Men pechenyelar qiroliman, sizlar esa pechenyelar armiyasisizlar. Men esa sizlarning otangizman. Sizlar hozir 4 millionni tashkil qilasizlar. Agar sizlar har kuni ikkitadan pechenye yeganingizda, men barchangizni boqishim uchun menga 8 million pechenye kerak bo'ladi. Agar Minecraft tilida aytadigan bo'lsak, 2314 ta sandiq kerak bo'ladi. Ha, mayli, mana shunaqa gaplar. Mayli, men borib sut olib kelay. Ha, men haligi tez orada qaytaman. Xo'y, men axir bu bug'doy-ku. Mana pechenye tayyorlashimiz uchun birinchi qadam. Mana endi bizga kakao kerak. Boshlanishi yomon emas. Mana endi bizga ko'proq yog'och kerak buyum yasashimiz uchun. Sizlar so'rashingiz mumkin, nima uchun men o'zimga ketmon yasadim? Chunki bu buyum menga shu ishni qilishimga yordam beradi. Axir biz pechenye tayyorlashimiz kerak. Yaxshiyamki bu qishloqda pichan ko'p ekan. Mana endi biz kakao topsak bo'ldi. Kim ham o'ylabdi deysiz, ularni bu yaqin atrofda deb. O, men tropik daraxtlarni ko'ryapmanmi? Yo tavba, nima balo, biz qishloq ortidan jungli topdikmi? Biz kakao topdik. Ha, kakao. Mana endi biz birinchi pechenyeni pishirib olamiz. Ha, do'stlar, bu hali boshlanishi. Mana endi bor yo'g'i 8 million pechenye pishirib olsak bo'ldi. Ha, yo xudoyim. Lekin bu juda ham maroqli bo'ladi. Xo'sh, kelinglar ko'proq kakao yig'a boshlaymiz. Mana bizda deyarli 4 uyum pechenye bor. Lekin bu hali hammasi emas. Men junglilar biomasiga tushib qoldim. U unchalik ham katta emas, lekin mayli bo'ladi. Qolgan 2 kunda esa men resurslar to'pladim. Chunki o'zimga zirhli kiyim yasashim kerak edi. Men resurs to'plagunimcha kelinglar sizlarga bugungi video haqida qisqacha tushuntirib beraman. Men oddiygina pechenye